Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Hurmatli tuğanlar, hurmatli bizning Muz TV kanalının görüşçüleri, жалпы jamoatchilik suyuvchilar. Bugun biz Oştun Jidelik ayında Qursan akaning atlarini tartabız. Екі аты шығады екен достар. Мына өзіңіздер көріп тұрған бірінші қарағашқа сласка менен таза қырғыз жылқы қарабайыр сатуға шығып атат. Азыр аттардың маалыматын алалы туғандар. Толық түрде көрсетіп, өнері қандай, тәрбиялары қандай бардығын сіздерге жеткіріп мүнөздөмөсүн берели. Qursan aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom Zamirbek. Жақсысыз ба ака, денсаулық жақсы ба? Рахмат Секин. Бүгін жақсы аттарды шығарады екенсіз ака? Xudo xolasa inshaalloh. Сынақ аттар шығады екен. Mana shu ikkita ishimizni kabagida bekitgan mana shu otlarimiz olib chiqilgan. Sandiqning oldinda жатқан аттар ekan aka. Bunisi toza qora bayir mana. Қараңғы жерде қаралған жақсы аттар шығады екен. Эми айтыңызшы ака. Бұл аттардың мына биринчисинен баштайлы сиз минут тұрғандан, а? Yaşı qancha? Yaşı 5 yaş. 5 yaş. 5 yaşga to'ldi, xudo xolasa. Görünüşü gülüktoy, at gülük o'xshaydi, ha? Ot yetkazmaydi, xudo xolasa. Atga at jetmaydi. Yo'q. Otga borishi ham qattiq, xudo xolasa. Ulog'i qanday? Ulog'i o'tgan yili kezganmiz uloqni, xudo xolasa. Bu yil Jicha kech qoldik. Endi mana bostirganimizga mana bir juma bo'ldi, olib chiqqanimga mana endi bostiryapman. Bog'dan chiqdi, bir juma bo'ldi-da. Bog'dan chiqib mana bir haftadan beri bostiryapmiz, xudo xolasa. Bultir bo'lgan uloqlarga bordi-ku. O'tgan yili xudo xolasa otni urgan non tor boraman deydi. Qattiq boradi, xudo xolasa. Tezligi ham, harakati ham bari joyinda. Bari joyinda, xudo xolasa. Tarbiyasi kelishgan. Tarbiyasi ham joyida. Kichkina o'ziga moslab oladi odam. Olgan polvon o'ziga moslab oladi. Aka, meni rahminingizlar. Otning bo'yi qancha chiqadi Qursan aka? 1.60. 1.60. 1.60 otning bo'yi. Minus pilusi bo'lsa, anaqa bo'laveradi. Biroq metrga solib o'lchamadingiz, Amirbek. 1.60 ning tegiragi ekanda aka? 1.60 ham bizib. Biroq liniyasi yaxshi, liniyasi toza. Toza liniyadanmi? Liniyasi toza. Tegi bormi? Tegi bor. Ashuni so'rab, surishtirib olingan bu. Qayerdan kelgan o'zi tagi? Mana o'zganga yetmasdan bir ayil bor. Hatto bu narsa ham degan ayil ashirda bir nomi chiqqan otda Primoy liniyasidan ashini bolasidan. Buni ot qilamiz deb o'zimiz уже 1 yildan beri o'zimiz parvarish qilib, buni anda qilyapti, erkalatib boqdik, xudo xolasa. Yaxshi jeb ichavi? Jeb ichishi mana turishidan ham o'zi ma'lum bo'lib turibdi. Yana kelgan harakatiki, xudo xolasa boshqa odamni tushirib ham. Ekterning jozishlari yaxshi ekan, ha? Xudo xolasa, borishlari otga tezliklari, skoroslari. Skorostoy ekanda. Skorostoy, mana bu semizlarni qasini hisobiga uni ko'p yugurtirmaymiz, bunday yengil-yengil ko'rib boramiz. Butlari toza aka? Putlari toza, xudo xolasa. Bitta kichkina nimasi bor? Tevilingan yerlari qanday? Yo'q, hozir mana odam chiqayotganda mo kam minilganini hisobiga hozir kichkina aniq qilyapti. Odam chiqayotganda nima qilyapti? Nima bo'lib qoldi kichkina? O'sha chiqqandan keyin tepalikka haydaydim, pastga haydaydim ketdi. To'lqash chiqayotganda kichkina hunar qilyapti. Kichkina bir uzun bostirib qo'ymoqchi, boshqani ko'raylik aka. Qaymonatini degan Qursan aka? Qaymonatini bilmayman. Bilmaysizmi? Nima deb qo'yaylik qaymonatini? Biroq meni o'g'lim Spartak deb qo'yadi-da buni. Spartakmi? Spartak deb qo'yadi. Skorostoy Spartak ekanda. Bu otga borishlaridan o'zi aniq Spartak deb qo'ysa ham bo'laveradi o'zi. Suvi qanday keladi? Sovuti o'sha 1,5 oy, 2 oy tindirmay bostiraman kechasi. Soat 11da 10da olib chiqadi. Ashnaqada уже нормально kelib qoladi уже. 1,5 oyda kelib qo'yatganda. 1,5 oy. Уже bu yog'i yana 1 oyda уже men bir juma bostirib qo'yibsiz. Xudo xolasa 1 oyda уже yana mononaqa yurishi yaxshi buni. Mana yo'lda ham avratadigan. Taqaga jo'sh. Taqaga jo'sh. Spartak. To'xtangchi. Bunday bir tuyoqlarni ko'raylik. Qatu tuyoqdan ekan aka. Tuyoqlarchi. Mana arqa oldini ko'ringizlar. Nar bostingchi, chat qayoqlarni ko'rib qo'yadi. Hozir chopib aytganmiz, ha? Yo'q, hozir buni hozir chopsa уже telladi уже.
Unda Yo'q. ustida o'tirganda yuradi urgani mana shu yerga eshitiladi, mana shu dukullar. Ha, dukuldabmi? Dubi Haligi bunda chuvsuyt qilarsa, mana shu dup bo'lib turadi buniki. Aka, buning bosi qancha Spartakdan? Bosini sotilishiga qo'yamiz, buni xudo xolasa 5000 kami bor deb qo'yaveramiz. $5000 deysa? Ova. Algan odam jirg'ab cho'g'ab aka buni. Xudo xolasa maza qiladi. Maza qiladi. Rahmat qiladi. Xudo xolasa olgan odam inshaalloh bitta ikkita uloqda xudo xolasa nomerini chiqaradigan ot, xudo xolasa. Buyursa, kelajagi bor-da, ha? Kelajagi bor, xudo xolasa, asha bitta ikkita uloqda xudo xolasa asha joyiga o'zini tanitib boradigan ot, xudo xolasa. Buni o'tgan yili bolalar so'rashdi, buni sotamiz degan narsa yo'q edi bizda. O'tgan yili shu uloqdan o'zi bolalar qiziqishgan. Aha. Только bu o'tgan yili bizda endi sotiladi deganliqi yo'q edi. Aha. Endi kerak bo'lganda sotilayotganda ham vaqt. O, endi kerak bo'lganda iloji yo'q ekan endi. Yaxshi aka. Mana birinchi nomerdagi ot. Keyingi turgan bo'yi biyiq shu qarag'ashqanda bir ko'rsataylik aka. O'zingiz minasiz bunda hozir? Yo'q, shu ukam minorav. Akangiz. Mana do'stlar, qarag'ashqa jonivor. Buni aytmasa da tushunukli. Slaskadan bu Qursant aka. Slaska, o. Slaska. Jonivorning yoshi ekan, ha? Yoshi 3,5 yosh bo'ldi, o'spirimda endi paka xudo O'spirim. xolasa. Aprelda 4 yashar bo'ladi. Buning dokumentlari bor, ha? Dokument bor, yo'g'i bor. Ishlari hamma yo'g'i joyida xudo xolasa. Bu dili bog'da turgan o'xshaydi, ha? Bu bog'da turibdi-da, mana bizda olib chiqqani kichini qo'l tegmay. Mana bu boqiluvlar turib qolyapti-da Zamirbek. Jonivor bu uloq-buloq ko'rgan emasmi? 1-2 yil olib borib tomoshada solib yengil anda qilib qo'ydik. Unaqa napirjonni anda qilmadik. Bularni yoshi endi 5 yoshgacha ham toy hisoblangani uchun Polsha ekan deb ash tomoniga jicha biz anda qilib qo'ydik. 5 yoshdan keyin enakiga konkretni boradi deganiga bo'yi qancha chiqadi aka? 170 plus. 170 plus. 170 plus. Mana orqada 2 tuyoq, oq tuyoq. Oldingi sol tuyog'idagi bor. Beshinasida shunday o'z otasidan ketgan qashqa. Murdining uchida da oq bor ekan, ha? O, shu murdining uchida ham dokumentida ham shunda. Qo'lni hamma yo'q dol kelgan. Hozir dokument olib ko'rdingizmi? Yo'q, dokumentni hozir olib kelmadim. Dokument bor, ha? Dokumenti bor. Bo'yi qancha chiqadi degan odamga, ha? Bo'yi. Bo'yini Zamirbek o'tgan yili bir o'lchaganimizda 1.72 chiqqan edi. 72. 72 chiqqan edi. Bu yil biroq bunday o'lchab anda qilmadik. 75 ga anaqa bo'lsa kerak endi Alloh 70 plus ekanda. 70 plus deb qo'yaylik. 70 plus. 70 plus deb qo'yaylik. Baka 5 yoshgacha xudo xolasa yana o'sib berar. Buning tarbiyasi qanday Qursant aka? Tarbiyasini keltirish kerak. Tarbiyasi keltirish kerak, ha? Ova, tarbiyasini kichkina qarash kerak. Buni erkalatib boqib qo'ydik buni Zamirbek. Buni erkalatib boqib qo'ydik. Kuchli qo'lga, palvonning qo'lidan tegan bo'lsa, otdan xudo xolasa yaxshi tarbiyalab berib qo'ysa, kelajagi bor aka bunda. Kelajagi bor, xudo xolasa. O'sa turgan ot. Ova. O'zi yengil bir tuyog'i. Puti yengil. Tuyog'i yengil, ha? Puti yengil. Mana ko'ringizlar. Mana tug'andor otga o'ta bir yaxshi tarbiyani berib o'zida yashadigan xudo xolasa kelajakda bir olamondan qanaqanday ming otlarga chog'lab turgan otni ekan bunday bit yaxshi tarbiyani berib qo'ysa xudo xolasa ot yaxshi emi. Buning bosi qancha deysiz Qursant aka? Buni 30 kami bor deymiz. $30,000 kami bor deysa? Ova. So'raydi aka dag'a? So'raydi, ha, suylashadigan yo'llari bor, xudo xolasa. Yo'llari bor. Den sog'lig'iga javob berasizmi? Den sog'ligiga xudo xolasa 100% javob. 100% Mana javob. turishidan ham o'zi qanaqa yeb ichish turibdi-yu. Jonivor gigant ekanda, gigant. Mana bu yoqdan ko'ringizlar. Aka, qaysi nomerga chaladi? Baylanish. Nomer bizda shu bitta nomer. 56 O'zingiz bilan nomeringizni solib qo'yadi, ha? 0556 81 15 10. 81 15 10. Bo'ldi aka, savdongizga baraka bo'lsin. Rahmat. Kimga yoqqan bo'lsa, otlarning qolganini tanlab oldida nomerga chalib olaversangizlar bo'ladi tug'anlar. Otlar o'shda.